Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoil Uz kanali obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'zi qo'sh qozlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Bekzodbek arzon chukanimiz qo'y firmasidamiz. Akalar, bugun 28-fevral hafta kuniga shanba 2026-yil. Barchangizga kun xayrli va maroqli o'tsin deb video syomkalarimiz tushirlar. Mana bunaqa akalar bo'g'oz qo'ydi, kashtallari bilan boshlab beramiz. Video boshidan akalar bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, do'st, yor, birodarlarga videolarimizni albatta ulashib qo'yishni unutmaysiz. Bugun Bekzodbek bilan assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoil Uz kanalining ashaddiy obunachilar. Gap yo'q. Paddeshkani dushi qildilar. Bu safar narx-navo bilan ham, qo'y bilan ham o'zim ham sindirib qo'yaman. Bir o'zi sindiraman demayman. Addishi videoda o'tkazmay oxirigacha ko'ribmanda narx-navo o'ta arzon bo'ladi. Barakasini bersin aka. Bugunga aka bir 50 boshqa yaqin qo'yimiz chiqadi. Egizakchisi ham chiqadi, ona bolasi ham, hammasidan bor. Xudo xolasa. Chiroyli, ma'noli video qilamiz. Ammo addishi o'tgan safargidek qilib qo'llab-quvvatlab turishadi. Xudo xolasa o'tgan safar qo'llab-quvvatlashni zo'r qilib qo'ylarni hammaga yetarli qilib berdi aka. 200 ta qo'yimiz bor, tugab yana 70 bosh keldi. Barakasini bersin. Bitta olib qo'ying aka. Mana qarang, mana toza hisobga qo'ydikda aka. Mana qarang, bo'yinlarni qarang. Jonalloh. Shini olib qo'ying aka. 4 ish qo'ylar. Zo'r. Liboyni ishini ko'rib olishadi. Xudo xolasa, zo'r. Uyga borgandan xohlagan tishini ochib olishadi. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz qo'ylar, xudo xolasa aka. Hammasi 100 tali bo'g'oz. Hop, Bekzodbek buni sonini nechta olib? Soni 20 dona aka. Hurmatli soni 20 20 bosh bitta obunachimiz olib boqadigan qo'ylar. Qo'ylar o'ta yo'g'on qo'ylar ekan. Akalar shu tomoniga ahamiyat berasiz. Aka, cho'pon hammasi bitta endi. Xudo xolasa cho'pon maza qilib terib olgan o'zi. Pul zararligidan sotgan og'amiz. Hammasi bir joydan kelgan qo'y. Bag'dan kelgan qo'y emas. Narxni ham qulay qo'yamiz. Narxni ham o'ta darim qo'yamiz aka. Asosan nechinchi qoringa bor? Asosan birinchi, ikkinchi qorin. Birinchi, ikkinchi qoringa. 2 dona uchinchi qoringa bor. 2 dona. Qolgan hammasi birinchi, ikkinchi qoringa. Akalar o'zi qo'yiladi, yoshlik uchun chehrasidan nima istab turibdi? Basharasidan ko'rib olsangiz, tumshug'i oqargani, qari qurtasi unaqasi yo'q qo'ylar. Albatta. Lekin oldi o'ngallari ham o'ta kengaygan qo'ylar akalar. Shunga e'tibor bering. Keyin mana bellarini ham bir ko'ring. Bellari ham qalin, baquvvat narsalar. Yelkasi yelkador. So'z bilan aytganda qo'ydi orqasi bilan yelkasi bitta aka. Qo'ydi orqasi bilan yelkasi bitta. Hop. Uka buni yeb ichar kafolatimiz bor baribir. Bir hafta 10 kun xotirjam sanashadi, lakasdan tashab beraman. Qanday kafolat beraman aka? Yemasa, ichmasa, yo'talsa, kasal bo'lsa, meni bo'ynimda. Joni Allohniki, joniga kafolat bera olmayman. Yemay, ichmay qoladigan bo'lsa, qaydan bo'lishadi? Qat'iy nazar 10 ta olishadi, 5 tami, 2 tami, bittami olib kelishadi, tashashadi, qo'rodan qo'ydi ko'rib, yoqqan tanlab olib ketishadi. Xudo xolasa. Ana shunday. Ishni bitiramiz. Ishni bitiramiz. Umuman bizda qochish yo'q. Asosan aka kecha sotgan bo'lsak, bir dona odamga 10 dona qo'ydi, video orqali sotdik. 95% odamga kelib lagasdan tashab berdim, kelib ko'rib olishdi. Hapa ham bo'lib ketishdi, videoda ko'rayotgan ekanlar, hapa bo'lib ketdilar, lekin bizda ham imkoniyat aka, sizni o'rningizda oldin kelgan odamni biz qo'ysiz qaytarib bermaymiz-da. Qo'y keldi, tugab qolib, keladi aka. Kelmaydi emas, bu qo'ydi tagi sero. Xudo xolasa chiroyli qilib imkoniyat qilib olib kelyapmiz. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib turing, xudo xolasa videoga chiqarib turamiz. Aka soni 20 ta. Ha deng, Tojikiston hisori qo'ylari. Bir joyga olishadi, bitta narx aytaman, donaga tanlab olishadi, bitta narx aytaman. Xudo xolasa. Hop. Arzon bo'ladimi bugun? Talashadigan narxdan beradi hozir. Talashadigan bugun qo'y umuman quramizda qolmasi kerak. Maqsad shu aka. Pul bo'shadi. Telefon qilishadi bitiramiz. Telefon qilsa bitiramiz. Keyin aka, mana bunday qilaymi? 7 million 68 uni olib kelmayman aka. Bitta tushganda 200 ming 300 mingdan tushaman. 66 dan savdosi bor aka. 6 million 600 ming so'mdan savdosi bor. 100 ming so'm like bosqinlar, o'tgan safarga. 100 ming so'm podpiska bosqinlar. 100 kilolardan 100 ming so'm. Hayri 6 million 300 ming so'mdan 20 tasini olganga chiroyli hayri ham limonni pastida gaplashmaymiz. Telefon qilishadi chiroyli hayrini. Bunday qilamiz, Bekzodbek. 6 million 300 ming so'm. Kommentariy yozgunga yana 100 ming. Yo, unda past olib ketib. Hop, bugun kommentariy yozgunga 100 ming so'm. Ismoil Uzgami 6 million 200 ming so'm barbar aka. Nimaga bunaqa bo'lyapti aka? O'tgan safar paddeshkani qilishdimi? Bu safar ham qo'llashsin aka. O'tgan safar ruxsat bo'ldim. Maza qilib videoda ko'rib. O'zim bor, odamlarning kommentariy yozini bir dona negativ fikr yo'q. Bitta aka ozgina qimmat yozib qilib o'zlari telefon qildi aka. Ozgina balandroq o'tib berasan 5 dona qo'ya olaman dedilar. Bo'ldi aka, chiroyli qilib kelishtirib beraman sizga. Kirib kommentariyani qaytadan to'g'rilab ketibdilar. Pastga yozib qo'ydim, otangga rahmat uka deb. Kommentariyani hammasini o'qisa addushi qo'llashdi. Aka, baxilni bog'iga ko'rmaydi degan bor-ku. O'sha maqol rost narsa-da. Mana odamlar yaxshi niyat qilyapti, yetkazyapti Xudoyim. Musofirda akalar ham telefon qilishyapti. Uka, yaxshi niyat qilyapman, bir oyda boraman, 2 oyda boraman.
oldinga o'taman, 10 ta qo'ya olaman, 15 ta qo'ya olaman. Hammani yetkazadi. Niyat qilsa bo'ldi aka. Eng asosiysi halol paytda gapiring aka, nima qarang. Sifati bor-ku. Sifati chiroyli narsa aka. Hammasini bir kishi olsa ham tavsiya qilaveramiz aka. Ikki kishi masalan bo'lib olsa ham 10 tadan tavsiya qilaveramiz. Bu qo'yda aka bitta olganga ham tavsiya qilaveramiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchida qari qo'y yo'q. Ikkinchi o'rinda so'nglikda bunaqa dummas chiroylisi aka kamdan kam keladi. Bilasiz? Hammasi garib dumma bular. Bularni ko'ring, hammasi qo'chqor dumma, chiroyli dummalari. Zo'r. Olgan odam yaxshi baraka topadi. Hurmatli obunachilar, ikkita Bekzod arzonchilar akalar birlashgan. Bitta ishni boshlagan ekanlar, xudo xolsa. Mana aka, masha ketdan shunday qilamiz 6 million 200 mingni. Kep haydab olsin, ketdi 10 tundaqda. Haydab olsa, soyog'idan tushsa kelishamiz. 5 ta olishamiz, 8 tam, 3 tam, 4 tam. Qo'ydi shunday tanlab olsin, kelishamiz. Plus ko'p bo'lmaydi, lekin plus bo'ladi. Lekin o'zim chiqarib bersam minusi ham bo'ladi. Plus yonida minusi bor. Doim plus olda minusi bo'ladi bizga. Aka, addushi qo'llatsin, bugun qo'ya olaman deb telefon qilgan odamni ishini bitiramiz. 6 million 200 ming so'mdan hammasini bir joyga olaman degan ko'ylarga soni 20 dona, dastlabkasi Samarqandgacha besplatni, undan yo'q kelishamiz. Aka telefon qilib aloqaga chiqing, xudo xolasa. 5 ta 10 tagacha. Aka, bitta ikkita emas, mana yana aytib o'tamiz. 5 tadan oshiq olgan odamga, 5 tadan oshiq olgan odamga 6 million 400 ming so'mdan yoqqan dallab olsa, 5 tadan oshig'iga. Bitta ikkita olsa kelishamiz ama. 10 ta oshiq olaman degan odam bor-ku. 10 ta shunday oshiq ichidan dallab olaman deganga 6 million 300 ming so'mdan ketdi. 100 ming plusiga 6 million 300 ming so'mdan 10 ta ichidan yoqqan dallab oladi, 10 ta past mingga qilaveradi. Barakasini bersin. Akalar albatta like bos. Haydab olaman degan odam bo'lsa, qarang, bobrak. Hop. 10 ta shuni eshikdan chiqaramiz. Qanday turib 6 million 200 dan ketaveradi. Ha 6 million 200 dan o'tib ham beriladi 10 ta haydab olsa. Gap. Yo'q, unaqa bo'ladigan. Agar telefon qilishaversin, kelishamiz. Ko'ngil to'q qilishaversin. Ikkita davlat kelishyapti aka. Ikkita odam 10 ta qo'yib kelishamiz. O'zda baraka, to'g'rimi? Bizga toma-toma nima bo'lsin, doim ko'l bo'lsin. Baraka. Ana shunday bo'lsin akalar. Like bos, do'stlarga maksimal jon qo'ying. Telefon qilib aloqaga chiqing. Bezodbek otangga rahmat degan so'zlar. Ismoilingizga ham omad deb qo'ysang, men ham xursand bo'laman akalar.